Bugungi mavzu juda muhim. Nogironlik pensiyasi avgust oyidan oshdi. Lekin ko'pchilik menga qancha qo'shiladi? Hamma bir xil oladimi? Nega qo'shilgan pul men kutgandek chiqmayapti? degan savollar bilan bosh qotiryapti. Men bugun sizga buni oddiy tilda aniq hisob-kitob bilan tushuntirib beraman. Bu ma'lumot nogironligi bo'lgan fuqarolar, ularning ota-onalari, farzandlari, qarindoshlari va pensiya oladigan har bir oila uchun juda zarur. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng ko'p xatolik aynan hisoblashda, qo'shimcha to'lovlarni tushunishda va bank kartaga tushgan summani tekshirishda bo'ladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar vaqtida yetib borishi kerak. Avval vaziyat qanday edi? Nogironlik pensiyasi har bir odamga bir xil belgilanmaydi. Kimdir ish stajiga qarab pensiya oladi, kimdir ijtimoiy nafaqa oladi. Kimdir bolalikdan nogironlik bo'yicha to'lov oladi. Yana kimdir boquvchisini yo'qotganlik yoki boshqa turdagi pensiya bilan bir yarim ustama to'lovlarga ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun nogironlik pensiyasi oshdi degan gapni eshitganda hamma o'zining eski summasiga qarab alohida hisob-kitob qilishi kerak. Avgust oyidan pensiya va nafaqalarda indeksatsiya bo'lganda, ya'ni davlat tomonidan miqdor oshirilganda eng asosiy qoida shuki, siz avval olgan asosiy to'lovingizga belgilangan foiz qo'shiladi. Masalan, oshirish 15% bo'lsa, sizning eski pensiyangiz 20 million so'm bo'lsa, unga 1,5 ming so'm qo'shiladi va yangi summa 20 million 1,5 ming so'm bo'ladi. Lekin amalda hamma holatda hisob shu darajada sodda ko'rinmaydi. Chunki ayrimlarda pensiya tarkibida ustama, kompensatsiya, parvarish puli, minimal miqdorgacha yetkazish kabi qismlar bo'lishi mumkin. Men eng avvalo bitta narsani aniq aytaman. Kartangizga tushgan pulni tekshirayotganda faqat o'tgan oy qancha tushgan edi, bu oy qancha tushdi deb qarash yetarli emas. Chunki ba'zida qarzdorlik ushlab qolingan bo'lishi mumkin. Ba'zida oldindan to'lov bo'lgan bo'lishi mumkin. Ba'zida bank xabarnomasi kechikib keladi. Ba'zida esa pensiya bir necha qism bo'lib tushadi. Shuning uchun to'g'ri yo'l eski tayinlangan miqdorni bilish, oshirish foizini qo'llash, keyin amaldagi tushumni solishtirish. Endi aniq hisoblaymiz. Agar sizning nogironlik pensiyangiz yoki nafaqangiz avgustgacha 700 ming so'm bo'lgan bo'lsa, 25% oshirishda qo'shimcha miqdor 25 ming so'm bo'ladi. Hisob juda oddiy. 700 mingni 25 ga ko'paytiramiz, 100 ga bo'lamiz. Natija 25 ming demak, yangi miqdor taqamiz 5 ming so'm. Agar eski to'lov 900 ming so'm bo'lgan bo'lsa, qo'shimcha 1,35 ming so'm bo'ladi. Yangi summa ilari 5 ming so'm bo'ladi. Yangi summa 20 million 200 ming so'm bo'lgan bo'lsa, qo'shimcha 1 million 2 so'm, 1 ming so'm, yangi summa 20 million 3 ming so'm bo'ladi. Agar eski to'lov 20 million 500 ming so'm bo'lgan bo'lsa, qo'shimcha 2,25 ming so'm, yangi summa 20 million 7,25 ming so'm bo'ladi. Endi hayotiy misol olaylik. Masalan, birinchi guruh nogironligi bo'lgan fuqaro avgustgacha 20 million 400 ming so'm atrofida pensiya olayotgan edi. Oshirish 25% bo'lsa, qo'shimcha 2 million ming so'm bo'ladi. Demak, avgustdan uning hisoblangan yangi pensiyasi 20 million 600 ming so'mga yaqinlashadi. Lekin u kishi kartasiga aynan 20 million 600 ming tushmagan bo'lishi mumkin. Nega? Chunki o'tgan oyda biror ortiqcha to'lov bo'lgan bo'lsa, ushlab qolinishi mumkin. Yoki bank kreditiga avtomatik yechim bo'lsa, kartaga tushishi bilan yechib olingan bo'lishi mumkin. Shuning uchun menga kam qo'shildi deyishdan oldin pensiya jamg'armasidan hisob varaqasini ko'rish kerak. Ikkinchi misol. Ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan fuqaro 9 ming so'm olgan. 25% oshsa 1,75 so'm qo'shiladi. Yangi summa 9,75 so'm bo'ladi. Amalda tizimda tiyinlar bo'lmagani uchun summa yaxlitlanishi bank xabarnomasida biroz boshqacha ko'rinishi mumkin. Bu yerda asosiy narsa shuki, 8 ming olgan odam nega qo'shni 200 ming qo'shimcha oldi? Men esa 107 ming oldim deb xavotir qilmasligi kerak. Chunki qo'shilgan pul eski summaga bog'liq. Eski pensiya qancha yuqori bo'lsa, foiz bo'yicha qo'shimcha ham shuncha yuqori bo'ladi. Uchinchi misol. Bolalikdan nogironligi bo'lgan farzandi uchun ona yoki ota nafaqa olayotgan bo'lishi mumkin. Agar oldingi nafaqa 707 ming so'm bo'lgan bo'lsa, 15% qo'shimcha bu 2 ming so'm bo'ladi. Yangi hisoblangan miqdor 259 ming so'm bo'ladi. Bu yerda ota-onalar ko'pincha bitta xatoga yo'l qo'yadi. Bolamga nogironlik berilgan, demak kattaroq miqdor chiqish kerak deb o'ylaydi. Aslida miqdor nogironlik guruhi, yoshi,
hujjat turi, pensiya yoki nafaqa ekanligi, ish staji mavjudligi va qonunda belgilangan minimal kafolatlarga qarab aniqlanadi. 4-misol, fuqaro avval ishlagan, ish staji bor. Nogironlik pensiyasi ish haqi va staj asosida hisoblangan. Uning pensiyasi 2 million so'm bo'lsa, 25% oshirishda 300 ming so'm qo'shiladi. Yangi summa 2 million 300 ming so'm bo'ladi. Bu odam bilan umuman ish staji bo'lmagan va ijtimoiy nafaqa olayotgan odamning qo'shimchasi bir xil bo'lmaydi. Sababi birinchisida pensiya mehnat faoliyati va badallar bilan bog'langan. Ikkinchisida esa davlat tomonidan belgilangan ijtimoiy kafolat miqdori asosida to'lanadi. Kim xavotir olishi kerak va kim xavotir olmasligi kerak? Agar siz avgust oyida umuman oshgan to'lovni olmagan bo'lsangiz, eski summa qanday bo'lsa, shunday tushgan bo'lsa, albatta tekshirtiring. Agar sizda nogironlik muddati avgust oyida tugagan bo'lsa yoki tibbiy mehnat ekspert komissiyasidan qayta ko'rikdan o'tish kechgan bo'lsa, to'lov vaqtincha to'xtatilgan yoki eski tartibda qolgan bo'lishi mumkin. Agar bank kartangiz almashtirilgan bo'lsa, pensiya boshqa hisobga yo'naltirilgan bo'lishi mumkin. Agar siz yangi hududga ko'chgan bo'lsangiz va ro'yxat o'z vaqtida o'zgarmagan bo'lsa, to'lovda kechikish bo'lishi mumkin. Xavotir olmasligi kerak bo'lganlar kimlar? Agar sizga oshgan summa tushgan bo'lsa, lekin qo'shilgan pul qo'shningiznikidan kam bo'lsa, bu har doim ham xato degani emas. Har kimning eski miqdori boshqacha. Agar siz birinchi oyda qo'shimchani to'liq emas, qisman ko'rgandek bo'lsangiz, oyning qaysi sanasidan boshlab oshirish kuchga kirgani va to'lov qanday davr uchun amalga oshirilganini tekshirish kerak. Ba'zan odamlar iyuldagi tushum bilan avgustdagi tushumni aralashtirib yuboradi. Ba'zan SMS kech keladi. Ba'zan esa oila a'zolaridan biri kartadan pul yechib olgan bo'ladi. Endi eng muhim nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik masala nogironlik pensiyasi bilan nogironlik nafaqasi bir xil narsa emas. Pensiya odatda mehnat staji, sug'urta badallari va avvalgi ish haqi bilan bog'liq bo'ladi. Nafaqa esa pensiya olish huquqi yetarli bo'lmagan. Masalan, ish staji yo'q yoki yetarli bo'lmagan fuqarolarga davlat tomonidan belgilangan ijtimoiy yordam sifatida tayinlanadi. Shuning uchun men nogironman, nega falonchi mendan ko'p oladi? Degan savolga javob ko'pincha mana shu farqda bo'ladi. Ikkinchi nozik masala, guruh o'zgarsa, summa ham o'zgarishi mumkin. Masalan, fuqaro ilgari ikkinchi guruh bo'lgan, keyin tibbiy ko'rik natijasida uchinchi guruh berilgan. Bunday holatda avgustdagi umumiy oshirish bo'lsa ham uning shaxsiy to'lov guruh o'zgarishi sababli avvaldan kutilgancha ko'paymasligi mumkin. Aksincha, 3-guruhdan 2-guruhga o'tgan odamda yangi guruh bo'yicha qayta hisob bo'ladi va umumiy oshirish bilan birga to'lov sezilarli oshishi mumkin. 3-masala nogironlik muddati. Ayrim fuqarolarda nogironlik muddatsiz belgilanadi. Ayrimlarda esa ma'lum muddatga beriladi. Agar muddat tugagan bo'lsa, qayta ko'rikdan o'tish shart. Men ko'p uchratadigan holat shuki, odam pensiya oshganini eshitadi. Lekin o'zining nogironlik muddati tugaganini unutib qo'ygan bo'ladi. Natijada to'lov kechikadi. Bu xato pensiya jamg'armasidan emas, hujjat muddatidan kelib chiqadi. Shuning uchun har bir fuqaro nogironlik ma'lumotnomasida muddati qachongacha ekanini tekshirish kerak. 4-masala ustamalar. Ba'zi fuqarolarda asosiy pensiyadan tashqari qo'shimcha ustama bo'lishi mumkin. Masalan, alohida parvarishga muhtojlik, urush yoki mehnat faxriyligi bilan bog'liq to'lovlar, boshqa qonuniy imtiyozlar bo'lishi mumkin. Bunday ustamalar har doim ham asosiy pensiya kabi bir xil foizda oshirilmaydi. Ayrim ustama alohida belgilangan miqdorda bo'ladi. Ayrimlari esa bazaviy ko'rsatishga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun sizning umumiy tushumingizni hisoblashda asosiy pensiya va ustama qismini ajratib ko'rish kerak. 5-masala minimal miqdorgacha yetkazish. Ba'zi pensiyalar hisob kitob bo'yicha juda past chiqishi mumkin, lekin davlat minimal kafolat belgilaydi. Masalan, fuqaroning staji kam, ish haqi past bo'lgan, lekin qonunda undan kam bo'lmasligi kerak bo'lgan miqdor mavjud. Bunday holatda pensiya minimal miqdorgacha yetkazib to'lanadi. Oshirish bo'lganda hisob aynan qaysi qismga qo'llangani muhim. Odam o'ylaydi. Mening eski umumiy tushumim 800 ming edi. 15% qo'shilsa 920 ming bo'lishi kerak. Lekin tizimda asosiy hisoblangan qism, yetkazib berilgan qism va qo'shimcha qism alohida turgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun rasmiy hisob varaqasi eng to'g'ri manba hisoblanadi. 6-masala avgust oyidagi to'lov bir martalik emas, yangi miqdor keyingi oylar uchun ham asos bo'ladi. Ya'ni bu faqat avgustda berilib, keyin yo'qolib ketadigan pul emas.
Agar oshirish doimiy pensiya va nafaqa indeksatsiyasi bo'lsa, sentabr, oktabr va keyingi oylarda ham yangilangan miqdor bo'yicha to'lov davom etadi. Lekin agar kimdadir nogironlik muddati tugasa, manzil o'zgarsa, hujjatda muammo bo'lsa, bu doimiy oshgan summa ham vaqtincha to'xtashi mumkin. 7-masala qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ba'zi fuqarolarning kartasiga pensiya tushadi, lekin darhol kredit, aliment, ijro hujjati yoki boshqa majburiy ushlovlar yechiladi. Odam SMSda qolgan summani ko'rib, pensiyam oshmabdi deb o'ylaydi. Aslida pensiya oshgan, lekin bank yoki ijro tartibida ma'lum qism ushlangan bo'lishi mumkin. Bunday holatda bankdan hisob harakati ko'chirmasini olish kerak. Unda pensiya qancha tushgani va qancha yechilgani aniq ko'rinadi. 8-masala plastik karta va naqd to'lov farqi. Hozir ko'pchilik kartaga oladi, lekin ayrim holatlarda to'lov pochta orqali yoki boshqa tartibda yetkaziladi. Karta orqali tushganda sana aniq ko'rinadi. Pochta orqali bo'lsa, hududga qarab bir necha kun farq bo'lishi mumkin. Shuning uchun qo'shnim 5 avgustda oldi, men taksi avgustda oldim degan holat har doim ham muammo emas. Muhimi oyning pensiya to'lov jadvali doirasida to'lov amalga oshirilishi. Endi siz nima qilishingiz kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, eski pensiya yoki nafaqa miqdoringizni aniqlang. Buni bank SMSidan taxmin qilib emas, pensiya jamg'armasi bo'limi, shaxsiy kabinet, mahalla orqali berilgan ma'lumot yoki rasmiy to'lov hujjati orqali aniqlagan ma'qul. Sizga aynan tayinlangan miqdor kerak. Ikkinchi qadam, qo'shilgan foizni hisoblang. Agar oshirish 15% bo'lsa, eski summani 0,15 ga ko'paytirasiz. Masalan, 1 million 1 million so'm olgan bo'lsangiz, 1 million 25 million so'm. Yangi summa 25 million so'm. Agar kalkulyator ishlatsangiz, eski summani yozing, ko'paytirish belgisini bosing, 25 ni yozing, foiz belgisini bosing. Yoki eski summani mizga bo'lib 25 ga ko'paytiring. Uchinchi qadam, kartaga tushgan pul bilan solishtiring. Agar farq juda katta bo'lsa, masalan siz hisoblagan yangi summa 1 million 215 ming bo'lishi kerak. Lekin kartaga 1 million 100 ming tushgan bo'lsa, tekshirtirish zarur. Agar 1 million 263 ming yoki 1 million 266 ming atrofida tushgan bo'lsa, bu yaxlitlash yoki texnik farq bo'lishi mumkin. Lekin baribir aniq bilmoqchi bo'lsangiz, rasmiy ma'lumot oling. 4-qadam, hujjatlaringizni tayyorlang. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa u, nogironlik ma'lumotnomasi yoki tibbiy mehnat ekspert komissiyasi xulosasi, bank kartasi rekvizitlari, oxirgi oylar bo'yicha bank ko'chirmasi kerak bo'lishi mumkin. Agar farzandingiz uchun nafaqa olayotgan bo'lsangiz, bolaning tug'ilganlik guvohnomasi yoki ID hujjati, ota yoki onaning hujjati, vasiylik bo'lsa, vasiylik hujjati ham kerak bo'lishi mumkin. 5-qadam, murojaatda nima yozish kerak? Juda oddiy yozasiz. Menga tayinlangan nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi avgust oyidan qayta hisoblangan miqdorini, qo'shilgan summani va to'lov tarkibini yozma yoki elektron shaklda ma'lum qilishingizni so'rayman. Agar kartaga ham pul tushgan bo'lsa, avgust oyida tushgan to'lov miqdori kutilgan qayta hisob kitobga mos kelmayapti. Sababini tushuntirib berishingizni so'rayman deb yozing. Murojaatda telefon raqamingizni, manzilingizni va pensiya olayotgan hududingizni aniq ko'rsating. 6-qadam, faqat og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Ba'zan odam bo'ladi, hammasi to'g'ri degan javobni eshitadi va qaytadi. Men maslahat beraman. Agar sizda shubha bo'lsa, hisob kitobni yozma shaklda so'rang. Chunki yozma javobda asosiy pensiya, ustama, qayta hisoblangan miqdor va ushlab qolishlar aniqroq ko'rinadi. Keyin bu hujjat bilan masalani yuqoriroq tashkilotda ham ko'tarish mumkin. 7-qadam, muddati tugayotgan nogironlik bo'yicha oldindan harakat qiling. Tibbiy qayta ko'rik sanasini kutib o'tirmang. Hujjatlar tayyorlanishi, shifokor ko'rigidan o'tish, tahlillar, poliklinika yo'llanmasi vaqt oladi. Agar muddat tugab qolsa, pensiya yoki nafaqa to'lovida uzilish bo'lishi mumkin. Keyin odam oshgan pulim qani deb yuradi. Aslida muammo qayta tasdiqlash kechikkanida bo'ladi. 8-qadam, bank ko'chirmasini tekshiring. Ayniqsa kredit yoki avtomatik yechimlar bo'lsa, bank ilovasidan yoki bank filialidan avgust oyidagi kirim-chiqimlarni oling. U yerda pensiya qaysi sanada qancha miqdorda tushgani, keyin qancha summa yechilgani ko'rinadi. Agar pensiya to'g'ri tushgan, lekin kredit yechilgan bo'lsa, pensiya jamg'armasi emas. Bank yoki shartnoma masalasini ko'rib chiqish kerak bo'ladi. 9-qadam, oila ichida ham aniqlik qiling.
Ba'zan pensiya kartasi ota-onada, farzanda yoki boshqa yaqin kishida bo'ladi. Pul yechib olingan, xarajat qilingan. Lekin pensiya oluvchi xabarsiz qolgan bo'lishi mumkin. Bu nozik masala, lekin amalda ko'p uchraydi. Shuning uchun kartaga kelgan SMS, bank ilovasi va bankomat cheklari orqali harakatni tekshirish kerak. 10-qadam. Agar sizga umuman tushunarli bo'lmasa, mutaxassisga hisoblatib oling. Pensiya hisobida bitta raqam xato tushunsa, xulosa ham xato bo'ladi. Masalan, odam umumiy tushumni asosiy pensiya deb o'ylaydi. Aslida uning ichida boshqa to'lovlar bor. Yoki aksincha faqat asosiy pensiyani ko'rib, ustamani hisobga olmaydi. Shuning uchun rasmiy ma'lumot asosida hisoblash eng to'g'ri yo'l. Yana bir muhim tavsiya. Ijtimoiy tarmoqlardagi har qanday jadvalga darhol ishonib ketmang. Ba'zan eski jadval tarqaladi. Ba'zan boshqa toifadagi nafaqa miqdori nogironlik pensiyasiga aralashtiriladi. Ba'zan esa odamlar hamma falon so'm oladi deb noto'g'ri xabar tarqatadi. Siz uchun asosiy manba o'zingizning tayinlangan to'lovingiz va rasmiy qayta hisob kitobdir. Men har doim shuni aytaman. Umumiy yangilikni eshitish kerak. Lekin shaxsiy pulingizni, shaxsiy hujjatingiz bilan tekshirish kerak. Demak, avgust oyidan nogironlik pensiyasi va tegishli nafaqalar oshgan bo'lsa, sizga qancha qo'shilganini bilishning eng to'g'ri yo'li eski summani olib, belgilangan foiz bo'yicha hisoblashdir. 7-5 ming so'm olgan odamga 5% da, 5 ming so'm, 2 million so'm olgan odamga 5 ming so'm, 2 million 500 ming so'm olgan odamga 2,5 ming so'm qo'shiladi. Lekin yakuniy tushum nogironlik guruhi, pensiya yoki nafaqa turi, ustamalar, minimal kafolat, hujjat muddati, bank ishlovlari va boshqa holatlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar sizning to'lovingiz umuman oshmagan bo'lsa yoki hisob kitobga mos kelmasa, pasport, nogironlik hujjati, pensiya ma'lumotlari bank ko'chirmasi bilan pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Og'zaki gap bilan cheklanmang. Hisob kitobni yozma shaklda so'rang. Shunda siz aniq bilasiz, qancha tayinlangan, qancha qo'shilgan, nima uchun aynan shuncha tushgan. Sizda avgust oyida qancha qo'shildi? Eski pensiyangiz qancha edi? Yangi tushgan summa qancha bo'ldi? Izohlarda yozib qoldiring. Men ko'rib, umumiy hisob kitob bo'yicha tushuntirish berishga harakat qilaman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot nogironligi bo'lgan fuqarolar va ularning oilalari uchun juda muhim.